Jahongir aka sochish qanaqa olamiz aka? Endi mutaxassis siz. Aha. Sizga mana bunaqa oling deyolmayman. Yosharishga ko'ndirdik. Shu safar qilamizmi? Yoshartiramizmi? Shu safar qilamiz. O'zi operatsion stolda yotgandek o'tiribman-ku. Ya, unaqa demang. Xudo xolasa aka, xavotir olmang. Ancha o'zingizga yoqadigan stil qilamiz. O'sha birda ham aytgan edim, sochingiz aka tikka o'sadi, juda ham qalin soch. Mana hali ham orqalari yotmagan. 1-2 marta oldirganingizda o'zi ozgina uzunroq forma qilsak, sochlaringiz yotib, chiroyli o'sadi. Va xolasa o'ziga yarashadi. Hozir sizning holatingizni sochingizni ozgina uzunroq holatda qoldirsak, yoshroq ko'rinasiz. Yana ham kamiga hozir agar o'zingizni qoshingizni, ko'zingizni rangini qilib, sochingizni o'zini asli rangidagi qilib bo'yaydigan bo'lsak, u kamida 10-15 yoshga yosharasiz aka. Xolasa. Tayyormisiz o'zgarishga? Uydagilar tanishadimi ke? Menimcha ozgina tushunmay qolishadi birinchi ko'rishganda. Shokmi? Shok. Bosing. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz, boshladik unda. Ketdi. Qanaqa? Yoshligimda Jo'xa deyishadi, endi hozir Jahongir. Jo'xaga qaytdim menimcha borib. Endi muxlislaringiz, podpischiklarini fikrini ko'ramiz endi. Ular nima deyishadi? Chunki Instagram boshlaganimda shu oq soch bo'lganman-da. Qarang. Ko'ramiz endi.